bir-biriga zid kelmak. Hay, akşam nereye bardın? Dostumninkide şahmat oynadım. Ha, lekin opansını öydə degandiğo. Bu... kecha uxlamay top musobaqasi ko'rgan edim. Ha, amsi şahmat oynag'lı bardın deysan o. Geping acab bir-biriga zid bo'lib qoldi. Modun uni bilman. O degan donliq adib. Uning asrini to'liq o'ttirdi o'rgangan. Asta, mening davatqinim jan quroli. Bir-biriga zid kelmak degan bu idiom nihoyat mashhur hikoya. Qadimgi zamonda cho'baglikida nayzi bilan qalqon sotadigan bir kishi o'tgan ekan. U garchi savdogar bo'lsa-mu, biroq to'liq hamoqat odam bo'lib, agar u hozirgi zamonda bo'lsa, ashu hamoqatligi bilan jinini boqqamagan bo'ladi. Kelinglar. Ko'pchilik tez kelinglar. Jamusi shahardan keltirilgan. Tez kelib ko'ringlar. Isil nayzi bilan qalqon bor. Atkasanglar yo'q, chopsan kelinglar. Ko'pchilik tez kelinglar. Tez kelib setveydinglar. Birodar, bo'ldi qala. Undaq deb satsangiz, kim keladi? Qarab turing, ha? Eng oxirgi 3 kun. Nayza sotman, nayza, isil nayza. Davlat sifat tekshirishini kechirib qilgan mahsulot. Dunyoning hamma yeriga eksport qilinyapti. Bahoda e'tibor berildi. Faqat 3 kunlar. Chopsan kelinglar. Nayza elanglar, nayza, isil nayza. Bahosi arzon. Faqat 3 kunlik sotiladi. Tez kelib sotib olinglar. Bu nayzinin saxtı bo'lsa-mu, biroq hammasi setilib bo'ldi. Buni siz bilmaysiz. Bu degan savdo ilmi. Anglab turing. Tijoratni to'lib sotish bek muhim. Xaridor chaqirishga epingiz bo'lsa, ondan savdongiz yurishidi degan gap. To'xtamay mallarimizni maqtaydigan gap qo'shu. Bilib oldim. Qalqon sotaman, qalqon. Bu Jungoning dangliq tovar markasi. Tez kelib ko'ringlar. Bu qalqon nihoyat puxta, hech qanday qo'rab tishanmaydi. Ko'pchilik tez kelinglar. Tez kelib setib olinglar. Tugab kes qolmaydi. Bu qalqon rostli puxtimi? Ishonmasangiz ko'rib beqing. Bu nayzimi nihoyat o'tkir, har qanday narsani teshib yetalaydi. Agar nayzingizni bu qalqonga sanjisa, zati qandaq bo'lar, ha? Buni. Mushu gaplaringizga boshqalarni ishini deb qoldingizmi, ha? Nayza dushmanga sanjiydigan qurol. Qalqon o'zini nayzidan qo'g'dash uchun ishlatadigan qurol. Bir-biriga zid kelmak degan bu ibora gap qilganda oldi keynini o'ylashmaydigan hamoqat odamlarga qartilgan.